Hammaga assalomu alaykum, hurmatli soha-xabchilar, hurmatli treyderlar. Demak, bugun biz yana binariumdamiz va qaranglar. Shotimizda 50 ming dollar pul bor. Katta tepaga bitta hozir сделка ochaman va keyin buni sizlarga dalcha tushuntirib beraman. Nimaga bu bitim ochildi, nimaga asoslanib qilindi? Tak, bitta. Yana bitta. Va yana bitta. Xo'p. Daqiqasini, ya'ni o'sha vaqtini 1 daqiqa surib tepaga bitimni ochib tashladik. Nimaga? Chunki qaranglar, oldingi mana bu blokni ko'ryapsizlar, ya'ni sariq ichidagi qora kvadratchani ko'rishingiz mumkin. Bu bizada order blok deyiladi. Ya'ni mana shu joyda narxda kuchli support zonasi bor va shu support zonaga qarab tegib, yana dalshi tepaga ketishini biz kutamiz va xuddi shuning uchun tepaga qarab сделка ochdik. Ana endi qaranglar. Risk managementni prem hisobi olingan. Ya'ni bizada umumiy 50 ming dollar pul bor va buni 1% 500 dollar bo'ladi. 500 dollar bo'ladi, lekin biz 100 dollar bilan ochyapmiz. Даже 1% dan ham kam, ya'ni 0.2% ni risk qilyapmiz. Bu risk managementga juda ham yaxshi amal qilish va umumiy shotni sliv bo'lishidan asraydi, himoya qiladi. Martingale strategiyasini bilasizlar. Minus qo'llangandan keyin 200 dollar bilan dalshi tepaga ochasiz va xuddi shunday qilib dalshi davom etaveramiz. Xo'sh, birinchisi demak minusda yopildi. Uni qolganlari plusda yopilishi ehtimoli bor, chunki narx tepaga qarab o'syapti. Xo'sh. Demak, davay 200 dollar qilib qo'y, tepaga ochib yuboramiz. Demak, bolalar, men ko'pchilik ilishkamga ham yozyapti, kommentariyada yozayotganlarni ko'ryapman. Ya'ni o'sha tradingda hali beri muvaffaqiyatga erisha olmayotganlar bor, deylik, pul yo'qotayotganlar bor, minus qilayotganlar bor. Bitta narsani bilinglar, bu normal holat. Biror bir sohada siz hech narsa bermasdan turib, qattiq mehnat qilmasdan turib muvaffaqiyatga erishishni kutmang. Bu ayniqsa tradingda to'g'ri keladi. Tradingda 0 dan muvaffaqiyatgacha bu meni yo'lim va bu sizga ham bo'lishi mumkin. Siz ham shu narsaga erishishingiz mumkin. Siz ham shu shotingizda 50 ming dollar pul bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bemalol deylik 1 soatning ichida 2-3 ming dollar ishlab tashlashingiz mumkin, buni iloji bor. Men ham xuddi ko'pchilik kabi 0 dan boshlaganman. 0 bilim, 0 kapital va hech qanday tanish bilishsiz. Men boshlagan paytimda bunaqa kontent ham yo'q edi. Men o'rgatadigan tekinga unaqa kontentlar yo'q edi. O'zim o'rganib, o'zim bu yoqdan ko'rib, bozorni kuzatardim, kitoblar o'qirdim, boshqalarni savdolarga qarab o'rganardim. Xullas, shunday qilib asta-asta bilim tajribani oshirganman. O'shanda tushunganman, shu muvaffaqiyat bu omad emas ekan. Chunki ishonaveringlar, meni omadim kelmagan. Necha marta shotim minus bo'lib ketgan, qancha minus qilganman. Lekin taslim bo'lish bo'lmagan. Mana shu muvaffaqiyat, bu omad emas. Bu intizom, reja va xatolardan saboq olish. Aynan shu narsaga to'g'ri qo'yilgan sababli, shu narsani to'g'ri to'xtatmasdan qilganim sababli hozir men shu darajadaman va sizlarga mana shu videoni olyapman va bizada сделка plusda yopildi. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Taslim bo'lmanglar, bolalar, taslim bo'lmanglar. Taslim bo'lsanglar, все hammasi tugaydi. Hozir ham baribir qanaqadir risk qilishga arziydigan holatda, tushunyapsizlarmi? Yoki bittada olib ketasizlar, yoki hech narsa yo'qotmaysizlar, bo'ldi. Prosta risk qilish kerak hozir. Harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Riskni boshqarishni o'rgandim. Eng muhim narsa mana shu. Tradingni o'rganib, siz riskni boshqarishni o'rganasiz va bu yog'iga уже miyangiz, psixologiyangiz juda ham zo'r bo'ladi, ishonavering gapimga. Riskni boshqarishni o'rganganingizdan keyin tradingga vaqtcha boshqacha nazar bilan qaraydigan bo'lasiz. Har bitta сделкаdan keyin o'zingizga savol berasiz. Nimaga noto'g'ri bo'ldi yoki nimaga to'g'ri bo'ldi? O'tirib analiz qilasiz keyin. Aynan shu narsa sizning rivojlanishga turtki bo'ladi, rivojlanishingizga sabab bo'ladi. Aynan mana shu fikrlash, aynan mana shu mindset. Shu uchun o'sha narsani shakllantirish uchun ham siz harakat qilishingiz kerak. Yana bizda plus сделкаlar. Aynan shu narsani rivojlantirish uchun ham siz harakat qilib to'xtamasligingiz kerak. Trading bu mana shunchaki daromad yoki ish emas, bu men hayot tarzimga aylanib bo'lgan. Real mehnatning evaziga kelgan real daromad deb aytishim mumkin.
Agar siz endi boshlayotgan bo'lsangiz yoki qiyin davrda bo'lsangiz, bilib qo'ying, bu video sizga shuni ko'rsatsinki, что muvaffaqiyat bu mumkin. Muvaffaqiyatga erishish mumkin. Muvaffaqiyatning iloji bor, shunchaki to'xtamasdan harakat qilish kerak bo'ldi. Bo'ldi. Всё, to'xtamasdan harakat qiling, taslim bo'lmang, nima bo'lgan taqdirda ham taslim bo'lmang, erishasiz. Men sizga aytayapman, erishasiz, iloji bor. To'xtamasdan harakat qilish kerak va всё. Tем более уже sizlarda mana bunaqa darsliklar bor qo'lingizda. Tekinga hammasini o'rgansanglar bo'ladi. Mentorship community tekinga signallar beryapmiz biz. Soqqa Hub VIP kanalimizda, Binarim VIP kanalimizda. Da, kısaca aytib ketaman, qo'shilib olishinglar mumkin. Tekinga signallar beriladi har kuni kechki payt. Kirib olsanglar, streamda tepaga pastga ochishlar hammasi ko'rsatib turiladi. Shunchaki copy trade qilasizlar va bo'ldi, pulinglarni ko'paytirasizlar. Ko'ryapsizlarmi, даже o'zingizlar analiz qilishinglar ham shart emas, o'sha hammasi sizlar uchun qilib berilyapti. Shunchaki bosib foydalanish kerak xolos. Вот. 5 daqiqaning ichida qariyb $500. Menimcha emas.